Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. Pensionerlar uchun mobil tariflar, ya'ni ujel, belim va mobilda qaysi imkoniyatlar bor? Nimalarga e'tibor berish kerak? Qayerda odamlar ko'p xato qiladi va qanday qilib ortiqcha pul sarflamaslik mumkin? Bu mavzu faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nevaralari va qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'pincha telefon balansini to'ldirib beradigan ham, tarifni almashtirib beradigan ham aynan yaqinlari bo'ladi. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda maxsus pensioner tarifi foydali bo'ladi? Qaysi holatda oddiy tarif yaxshiroq chiqadi? Internet, daqiqa va SMS paketlarida qanday tuzoqlar bor? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim mayda shartlar bor. Odamlar aynan o'sha joyda pul yo'qotadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar telefondan faqat qo'ng'iroq uchun foydalanardi. Masalan, farzandiga qo'ng'iroq qiladi. Poliklinikaga telefon qiladi. Pensiya kelganini so'raydi yoki qo'shnisiga biror gap aytadi. Internet deyarli kerak emas edi. Shuning uchun tarif tanlash ham oddiy edi. Ichki tarmoqda arzon qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi. Oyga katta abonent to'lovi bo'lmasa bo'ldi. Hozir vaziyat o'zgardi. Endi pensionerlar ham Telegram ishlatadi, video qo'ng'iroq qiladi, bank kartasiga pensiya tushganini mobil ilovadan tekshiradi, kommunal to'lovlarni ko'radi, shifokor qabuliga yoziladi, dorixona narxlarini solishtiradi. Ayrimlar YouTube ko'radi, yangiliklarni o'qiydi, qarindoshlar bilan guruhlarda yozishadi. Demak, hozir pensionerga faqat qo'ng'iroq emas, o'z bo'lsa ham internet, barqaror aloqa va tushunarli tarif kerak. Lekin eng katta muammo shuki, tariflar ko'p, shartlar murakkab, reklamada chiroyli ko'rsatilgan narsaning ichida esa cheklovlar bo'lishi mumkin. Masalan, ko'p internet deyiladi. Lekin bu internet faqat ma'lum ilovalarga tegishli bo'lishi mumkin. Cheksiz qo'ng'iroq deyiladi, lekin faqat tarmoq ichida ishlashi mumkin. Arzon tarif deyiladi, lekin abonent to'lovi vaqtida yechilmasa, daqiqa va megabaytlar berilmaydi. Keyin har bir megabayt alohida qimmat narxda ketadi. Men ekspert sifatida birinchi aytadigan gapim shu. Pensionerlar uchun eng yaxshi tarif degani har doim eng arzon tarif degani emas. Eng yaxshi tarif bu odamning real foydalanishiga mos keladigan tarif. Agar odam o'yiga 10 daqiqa gaplashsa va internet ishlatmasa, unga katta paket kerak emas. Agar odam har kuni Telegram orqali video ko'rsa, faqat qo'ng'iroq uchun mo'ljallangan arzon tarif unga zarar keltirishi mumkin. Endi Ucell, belima Mobius bo'yicha umumiy yondashuvni tushuntiraman. Men bu yerda eng muhim prinsiplarni aytaman. Chunki tarif nomlari va narxlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim operatorning rasmiy sayti, mobil ilovasi yoki ofisda aynan hozirgi shartlarni tekshirish kerak. Lekin tanlash mantiqi o'zgarmaydi. Ucellda ko'pincha turli ijtimoiy, qulay yoki kichik paketli tariflar bo'ladi. Pensioner uchun Ucell tanlashda birinchi savol: sizning atrofingizdagi odamlar qaysi operator ishlatadi? Agar farzandlar, qo'shnilar, qarindoshlar asosan Ucellda bo'lsa, tarmoq ichidagi qo'ng'iroqlar arzonroq yoki qulayroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi savol: siz yashaydigan joyda Ucell signali yaxshi ishlaydimi? Chunki qog'ozdagi tarif yaxshi bo'lsa ham, uy ichida aloqa yomon bo'lsa, foydasi kam. Masalan, bir pensioner opa oyga 35 ming so'mlik tarifga ulangan deylik. Tarif ichida bilgin daqiqa, 5 ga internet va bir qancha SMS bor. Opa aslida oyga 120 daqiqa gaplashadi. Internetdan esa faqat Telegram xabarlarini o'qiydi. Oyga irgagalat ham ishlatmaydi. Bunday holatda u 35 ming so'm to'layapti, lekin paketning katta qismi ishlatilmayapti. Agar unda 15-20 ming so'mlik kichikroq tarif bo'lsa, yiliga bir taqsim ming so'mgacha tejashi mumkin. Bu pensioner uchun kichik pul emas. Boshqa misol, bir otaxon har kuni nevaralari bilan video qo'ng'iroq qiladi. U men internet ishlatmayman deb o'ylaydi. Chunki faqat Telegramni ochadi. Lekin video qo'ng'iroq internetni ko'p yeydi. Agar u o'yga yoki internetlar arzon tarifda bo'lsa, paket tez tugaydi. Keyin qo'shimcha megabaytlar pullik ketadi yoki internet tezligi pasayadi. Natijada arzon tarif qimmatga tushadi. Bunday odam uchun tepkili 2 gigabayt internetda tarif yaxshiroq bo'lishi mumkin. Chunki ondan to'langan paket kutilmagan xarajatni kamaytiradi. Belini bo'yicha ham xuddi shunday. Belinida turli yoshdagi foydalanuvchilar uchun paketlar, internet va qo'ng'iroq imkoniyatlari bor. Pensioner uchun belini tanlashda men eng avvalo 3 narsani tekshiraman. Abonent to'lovi qancha? Paket ichidagi daqiqalar qaysi yo'nalishlarga beriladi? Internet tugaganda nima bo'ladi?
Chunki ayrim tariflarda tarmoq ichida qulay, boshqa operatorlarga esa kamroq daqiqa bo'lishi mumkin. Pensioner esa kimga qo'ng'iroq qilishini oldindan hisobga olishi kerak. Masalan, onaxonning 2 farzandi Belinida, biri Uzelda. Nabiralari esa Mobiuzda bo'lishi mumkin. Agar u tanlagan tarif faqat Belini ichida qulay bo'lsa, boshqa operatorlarga qo'ng'iroq qilganda paket tez tugaydi yoki alohida to'lov ketadi. Shu sababli tarifni tanlashdan oldin oxirgi bir oyda kimlarga ko'p qo'ng'iroq qilinganini telefon tarixidan ko'rish kerak. Agar qo'ng'iroqlar turli operatorlarga bo'lsa, barcha yo'nalishlarga daqiqa beradigan tarif ma'qul. Mobiuzda ham pensionerlar uchun mos keladigan tariflar bo'lishi mumkin. Mobiuzning afzalligi ayrim hududlarda qamrov yaxshi bo'lishi, paketlar oddiy va tushunarli ko'rinishi mumkin. Lekin bu ham joyga bog'liq. Men doim aytaman. Toshkentdagi yaxshi aloqa bilan viloyatdagi, qishloqdagi yoki To'g'oldi hududidagi aloqa bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun tarifdan oldin signalni tekshirish kerak. Agar uyda telefon faqat deraza oldida ushlasa, eng yaxshi tarif ham odamni qiynaydi. Endi kim xavotir olishi kerak, kim unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Shuni ajratib olaylik. Xavotir olish kerak bo'lganlar, balansdan tez-tez pul yo'qolayotganini sezadiganlar. Internetni o'zi ishlatmayman desa ham har oy megabayt uchun pul ketayotganlar. Tarif nomini bilmaydiganlar, abonent to'lovi qachon yechilishini bilmaydiganlar. Telefonda pullik xizmatlar ulangan yoki ulanmaganini tekshirmaganlar. Ayniqsa tugmali telefondan smartfonga o'tgan pensionerlar uchun bu juda muhim. Unchalik xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar. Oyga bir marta aniq abonent to'lovi to'laydigan, paketlari yetadigan ortiqcha yechimlar bo'lmaydigan. Mobil ilovada yoki ofisda tarifni tekshirtirib qo'ygan odamlar, lekin baribir kamida 3 oyda bir marta tarifni qayta ko'rib chiqish kerak. Chunki operatorlar yangi tariflar chiqaradi, eski tarif shartlari o'zgarishi mumkin. Odamning foydalanish odati ham o'zgaradi. Yana bir real misol keltiraman. Bir pensioner amaki oyiga 20 ming so'm to'laydi. Lekin har oy oxirida yana 10 ming so'm balans tashlaydi. U o'ylaydi, aloqa qimmatlashib ketdi. Tekshirib ko'rilsa, tarifda internet juda kam. Lekin telefonida avtomatik yangilanishlar yo'qilgan. Telefon kechasi ilovalarni yangilaydi, rasmlar sinxron bo'ladi. WhatsApp yoki Telegram media fayllarni avtomatik yuklab oladi. Amaki esa internet ishlatmayapman deb o'ylaydi. Bu yerda operator aybdor bo'lishi shart emas. Muammo telefon sozlamalarida, lekin natija bir xil, pul ketadi. Yana bir vaziyat, onaxon faqat qo'ng'iroq qiladi, internet kerak emas. Lekin unga farzandi internet ham bo'lsin deb katta tarif ulab qo'ygan. Oyiga 6 ming so'm to'lanadi. Aslida onaxon tugmali telefon ishlatadi, internet umuman yo'q. Bu holatda katta paketning foydasi yo'q. To'g'ri tarif tanlansa, oyiga o'timi 4 ming so'm tejaladi. Bir yilga hisoblasak 360 ming so'm. Bu pulga dori, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat olish mumkin. Endi eng muhim qism, istisnolar, yashirin nozikliklar va ko'pchilik bilmaydigan joylar. Birinchi noziklik, pensionerlar uchun tarif degan nom bo'lsa ham, u hammaga avtomatik ulanmaydi. Ko'pincha bunday tarifga ulanish uchun pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Operator ofisiga SIM karta egasining o'zi borish talab qilinishi ham mumkin. Agar SIM karta farzandining nomida bo'lsa, pensioner tarifi ulanmasligi mumkin yoki avval SIM kartani rasmiylashtirish masalasini hal qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi noziklik, SIM karta kimning nomida? Juda ko'p oilalarda telefonni ota-onasi ishlatadi, lekin SIM karta o'g'li yoki qizining nomida. Oddiy paytda bu muammo bo'lmasligi mumkin, lekin tarifni o'zgartirish, yo'qolgan SIM kartani tiklash, maxsus imtiyozli tarifga ulanish yoki shikoyat qilish kerak bo'lsa, rasmiy egasi talab qilinadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, pensioner doimiy ishlatadigan raqam o'z nomida bo'lgani yaxshi. Bu xavfsizlik uchun ham muhim. Uchinchi noziklik, abonent to'lovi vaqtida yechilmasa, tarif shartlari ishlamasligi mumkin. Masalan, tarif oyiga 12 ming so'm, balansda 22 ming so'm bor. Odam o'ylaydi, 2 ming yetmasa ham ishlayverar. Lekin tizim abonent to'lovini to'liq yecha olmasa, paket berilmaydi. Keyin odam qo'ng'iroq qiladi, internetga kiradi va har bir xizmat alohida tarif bo'yicha qimmat yechiladi. Natijada 28 ming so'm tez tugab qoladi. Shuning uchun abonent to'lovi sanasidan bir kun oldin balansni tekshirish kerak. 4-noziklik, daqiqalar hammasi bir xil emas. Tarifda 20 daqiqa yozilgan bo'lsa, bu daqiqalar tarmoq ichigami, barcha operatorlargami? Shahar telefonlarigami? Xalqaro qo'ng'iroqlargami?
alohida tekshirish kerak. Pensionerlar ba'zan poliklinika, bank, kommunal xizmat, mahalla yoki davlat tashkilotlariga qo'ng'iroq qiladi. Bunday raqamlar oddiy mobil raqam bo'lmasligi mumkin. Agar paket ularga ishlamasa, alohida pul ketadi. 5-noziklik internet paketining turi. Ba'zi tariflarda ijtimoiy tarmoqlar uchun alohida trafik, Telegram uchun alohida trafik. Umumiy internet uchun alohida trafik bo'lishi mumkin. Odam menda 1 GB bor deb o'ylaydi, lekin aslida 1 GBning bir qismi faqat ma'lum ilovalarga tegishli bo'ladi. YouTube o'ksa umumiy internetdan ketadi. Bank ilovasini ochsa, umumiy internetdan ketadi. Brauzerda yangilik o'qisa ham umumiy internetdan ketadi. Shuning uchun umumiy internet qancha degan savolni albatta berish kerak. 6-noziklik avtomatik pullik xizmatlar. Ba'zan odam tasodifan musiqa, yangilik, ob-havo, gudoq, kontent obunasi yoki boshqa xizmatga ulanib qoladi. Kuniga 500 so'm, 1000 so'm yoki 1500 so'm ketishi mumkin. Bir qarashda kichik, lekin o'yiga 30 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Pensioner men hech narsa qilmadim deydi. Aslida biror SMSga javob bergan, internetda reklama bosgan yoki eski xizmat avvaldan ulangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir operator bo'yicha ulangan xizmatlar ro'yxatini tekshirish juda muhim. 7-noziklik, roaming va xalqaro qo'ng'iroqlar. Agar pensionerning farzandi Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda bo'lsa, oddiy mobil qo'ng'iroq qimmat bo'lishi mumkin. Bunday holatda Telegram, WhatsApp yoki boshqa internet orqali qo'ng'iroq qilish arzonroq tushadi. Lekin buning uchun barqaror internet kerak. Agar odam bilmasdan oddiy xalqaro qo'ng'iroq qilsa, balans tez tugaydi. Shuning uchun chet eldagi farzandlar bilan gaplashadigan pensionerga alohida tushuntirish kerak. Qaysi ilovadan qo'ng'iroq qilish, qaysi tugmani bosmaslik, qanday qilib video emas, audio qo'ng'iroq qilish. 8-noziklik, eski tariflar. Ba'zi odamlar yillar oldin ulangan tarifda yuradi. U tarif endi arxivda bo'lishi mumkin. Ba'zan eski tarif foydali bo'ladi. Ba'zan esa juda noqulay bo'lib qoladi. Shuning uchun shunchaki eski tarifim bor, tegmayman deyish to'g'ri emas. Uni hozirgi tariflar bilan solishtirish kerak. Agar eski tarifda abonent to'lovi past, lekin qo'ng'iroq va internet qimmat bo'lsa, aktiv foydalanuvchi uchun zarar. Agar odam kam ishlatsa, eski tarif foydali bo'lishi ham mumkin. 9-noziklik, raqamni saqlab qolish. Ba'zi pensionerlar operatorni almashtirsam, raqamim yo'qoladi deb qo'rqadi. Hozir raqamni ko'chirish imkoniyatlari mavjud bo'lishi mumkin, lekin tartibi, shartlari va cheklovlarni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Muhimi, operatorni almashtirishdan oldin shoshilmaslik kerak. Avval qamrovni, tarifni, raqam egasini, qarzdorlik bor yo'qligini, sim karta holatini tekshirish kerak. 10-noziklik, pensionerning texnik savodxonligi. Tarif qanchalik yaxshi bo'lmasin, agar odam telefon so'zlamalarini tushunmasa, u baribir ortiqcha xarajat qilishi mumkin. Masalan, mobil internet doim yo'qilgan, avtomatik video yuklanadi, YouTube sifat darajasi yuqori ilovalar fon rejimida ishlaydi. Bunday holatda 5 GB ham tez tugaydi. Shu sababli tarif tanlash bilan birga telefonni ham sozlash kerak. Endi aniq nima qilish kerak? Qadamma-qadam aytaman. Birinchi qadam, hozirgi tarif nomini aniqlang. Buni operatorning mobil ilovasida, shaxsiy kabinetda, USSD so'rovlar orqali yoki aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib bilish mumkin. Agar pensionerning o'zi tushunmasa, farzandi yoki nevarasi yordam bersin. Tarif nomi, abonent to'lovi, paketlar va to'lov yechiladigan sana yozib qo'ysin. Ikkinchi qadam, oxirgi bir oyda qancha ishlatilganini tekshiring. Necha daqiqa gaplashilgan, qancha internet ketgan, SMS ishlatilganmi, balansdan qanday yechimlar bo'lgan. Mobil ilovada odatda xarajatlar tarixi bo'ladi. Agar ilova bo'lmasa, operator ofisidan yoki qo'llab-quvvatlash xizmatidan so'rash mumkin. Men tavsiya qilaman, 1 oy emas, imkon bo'lsa 3 oyga qarang. Chunki 1 oyda odam kasal bo'lib, ko'p qo'ng'iroq qilgan bo'lishi mumkin yoki aksincha kam ishlatgan bo'lishi mumkin. 3-qadam, foydalanish turini aniqlang. Agar pensioner faqat qo'ng'iroq qilsa, interneti kichik yoki umuman kerak bo'lmagan tarifni ko'ring. Agar Telegram yozishmalari va rasmlar bo'lsa, kamida bir necha GB umumiy internet kerak bo'lishi mumkin. Agar video qo'ng'iroq, YouTube, yangiliklar, bank ilovalari bo'lsa, internet paketi kattaroq bo'lishi kerak. Agar chet eldagi qarindoshlar bilan gaplashilsa, internet orqali qo'ng'iroq qilishni o'rgatish kerak. 4-qadam, Ucell, Belina va Mobius'ni solishtirganda faqat narxga qaramang. 3 ta savol bering. Uyda va ko'p boriladigan joylarda signal yaxshi ushlaydimi?
Paketlar pensionerning real ishlatishiga mosmi? Abonent to'lovi pensioner uchun og'ir emasmi? Masalan, 25 ming so'mlik tarif yomon signal sababli foydasiz bo'lishi mumkin. 40 ming so'mlik tarif esa internet va daqiqalar yetarli bo'lgani uchun amalda arzonroq chiqishi mumkin. 5-qadam. Operator ofisiga borishda hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar maxsus pensioner tarifi bo'lsa, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Sim karta kimning nomida ekanini oldindan tekshiring. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, rasmiy egasi bilan borish kerak bo'lishi mumkin. Ofisga borganda menga eng arzon tarifni ulang demang. Men oyiga taxminan shuncha daqiqa gaplashaman, shuncha internet ishlataman, menga ortiqcha pullik xizmatlarsiz mos tarif kerak deb aniq ayting. 6-qadam, pullik xizmatlarni o'chiring. Operator xodimidan raqamimda qanday qo'shimcha pullik xizmatlar ulangan deb so'rang. Keraksizlarni o'chirtiring. Kontent obunalari bormi? Gudok yoki musiqa xizmati bormi? Kunlik yechimlar bormi? Avtomatik internet paketlar ulanadimi degan savollarni bering. Bularni so'rash uyat emas. Bu sizning pulingiz. Siz nazorat qilishingiz kerak. 7-qadam, telefon sozlamalarini tekshiring. Smartfonda ilovalar avtomatik yangilanishini faqat Wi-Fi orqali qilish kerak. Telegramda media fayllarni avtomatik yuklab olishni cheklash kerak. YouTube'da video sifatini juda yuqori qo'ymaslik kerak. Mobil internet kerak bo'lmagan paytda o'chirib qo'yish mumkin. Bank ilovalari, davlat xizmatlari va messenjerlar uchun esa internet kerak bo'lganda yo'qiladi. Bu oddiy ko'rinadi, lekin o'yiga katta tejash beradi. 8-qadam. Balans nazoratini odat qiling. Abonent to'lovi qaysi kuni yechilsa, undan bir kun oldin balansni tekshiring. Masalan, to'lov har oyning 15 kuni yechilsa, 1 kuni balansda yetarli pul bo'lishi kerak. Farzandlar ota-onasining raqamiga avtomatik to'lov qo'yib berishi mumkin. Lekin avtomatik to'lov qo'yilganda ham xarajatlar tarixini vaqti bilan ko'rish kerak. Chunki balans to'lib tursa, keraksiz xizmatlar ham sezilmay qolishi mumkin. 9-qadam. Tarifni almashtirishdan oldin shartlarni yozib oling. Hozirgi tarifda nima bor, yangi tarifda nima bor, almashtirish narxi bormi, eski tarifga qaytish mumkinmi? Paket qachondan ishlaydi? Abonent to'lovi darhol yechiladimi yoki keyingi davrdanmi? Bu savollarni bermasdan tarif almashtirsangiz, kutilmagan yechim bo'lishi mumkin. 10-qadam. Pensionerga tushunarli qilib yozma eslatma qoldiring. Masalan, har oyning eng kuni 3 ming so'm bo'lishi kerak. Internet tugasa YouTube ko'rmaslik kerak. Chet elga oddiy qo'ng'iroq qilmaslik, Telegram orqali qo'ng'iroq qilish, noma'lum SMSga javob bermaslik, reklamadagi tugmalarni bosmaslik. Bunday kichik eslatma katta muammolarning oldini oladi. Men yana shuni alohida aytaman. Uzel, Belin yoki Mobius'dan qaysi biri eng yaxshi degan savolga hammaga bir xil javob yo'q. Eng yaxshi operator bu siz yashaydigan joyda yaxshi ishlaydigan, sizning foydalanishingizga mos tarif beradigan va xarajatlari tushunarli bo'lgan operator. Bir odam uchun Uzel qulay, boshqasi uchun Beli, yana boshqasi uchun Mobius qulay bo'lishi mumkin. Muhimi, reklama yoki qo'shnining gapiga qarab emas, real foydalanish va rasmiy shartlarga qarab tanlash. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugun kechiktirmasdan raqamingizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ularning telefonida tarif nomini ko'ring. Balans yechimlarini tekshiring. Keraksiz xizmatlarni o'chiring. Internet sozlamalarini tartibga keltiring. Ko'p hollarda odam tarifni almashtirmasdan ham xarajatni kamaytirishi mumkin. Ba'zan esa tarifni almashtirish eng to'g'ri yechim bo'ladi. Bugun men pensionerlar uchun mobil tariflarda eng muhim narsalarni tushuntirdim. Faqat arzon narxga aldanmaslik kerak. Paket ichida nimalar borligini ko'rish kerak. Sim karta kimning nomida ekanini bilish kerak. Abonent to'lovi vaqtida yechilishini nazorat qilish kerak. Pullik xizmatlarni tekshirish kerak va telefon sozlamalarini to'g'rilash kerak. Uzel, Belini va Mobius bo'yicha tanlov qilayotganda asosiy mezon bitta. Tarif sizning hayotingizga mos bo'lishi kerak. Sizning oilangizda pensionerlar qaysi operatordan foydalanadi? Tarifdan rozimisiz yoki balansdan tushunarsiz pul yechiladimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki to'g'ri tarif tanlash oddiy alig'i masalasi emas. Bu har oy oylay byudjetni asrash masalasi.